Bile eshigimda qilib. Zayba. Hozir chiqyapman. Ishiga qarab keling. Esuvchi bir muddat aytib qo'ysam, bilinglarki meni o'ldirib ketishgan. A few moments later. Uyimtagiga 5 ta bola kelibdi-da o'zi. Shunda turdim-da, "Sanmisan Aslanboy?" deb bildim, ular mendan nimadir xohlayapti, meni urmoqchi bo'ldi. Bittasiga chapdan bitta urdim. O'ng tarafdagisiga shunda bitta qarordan hushidan ketib qoldi. Tepadan bitta sakrab kelaturdi. Unday yotib yerga orqa oyog'im bilan bitta tepdim tavonim bilan. Shunda yerga o'tirdim, 4-inchisi kelyapti ekan, 4-inchisini qo'ttadan shunday ushlamda bitta tortib uzib oldim. Ana yerda turib tezli jo'q ko'rsatishim mumkin. Oxir shunday kelaturib bitta sakrab kallasiga o'sirib uxlatib yubordim. Sirazu keyin kirib eshikni yopdim. Bilaman, sizlar ishonmasliklaring mumkin, lekin men juda ham tez ko'rib mana shunaqa darajada. Bang'illatib yuboraman. Shunaqa darajada tezman bilan, o'sirg'im shunaqa darajada zaharli. Kimdirni aptiga o'sirsam bo'ldi, komaga tushadi. Atikay 15 kun komadan chiqmaydi. Komada yotadi. Komadan chiqqanda ham uni hayoti oldingidaqa bo'lmaydi. Uni hayoti o'lim bilan barobar bo'ladi.